sabab savdo karvoni bilan safarga chiqdi. Quraysh tomonidan tashkillashtirilgan bu karvon Damashqqa yo'l olgandi. Payg'ambar alayhissalom bundan xabar topgach juda xafa bo'ldilar. Amakilaridan ham ajralishni istamasdilar. Doim ko'z oldida bo'lgan amakilari oylab safarga ketmoqchi edi. G'amxo'rlik va himoyasiz qolishlari mumkin edi-da. Amakilari bilan borishni istardi. Ammo bu yoshda uzoq safarga boruvchi karvonga qo'shilish juda xavfli edi. Payg'ambarga nimadir bo'lsa-chi? Abu Talib ukasidan qolgan yodgorlikni himoya qila olmasa-chi? Hamma uning bormasligini aytdi. Kim nima desa ham amakilarning yonida bo'lishini juda xohlar edilar. Bir necha kundan keyin chidolmay qoldilar. Abu Talibni oldilariga borib, qayg'uli ovozda shunday dedilar: "Amaki, meni kimlar bilan qoldirib ketyapsiz? Bu yerda na onam, na otam bo'lsa." Bu samimiy so'zlar uning his-tuyg'ulari, ichidagi barcha og'riqlarni aks ettirar edi. Abu Talibning yuragi dosh bera olmadi. U fikrini o'zgartirdi. Tayyorgarliklar tugadi. Karvon jo'nab ketish arafasida. Yaqinlari bilan xayrlashdilar. Bu safar hayotlaridagi tijoratning boshlanishi edi. Ushbu safarda kelajak hayotda kerak bo'ladigan eng muhim tajribalarni o'rgandilar. Sekin-asta o'smirlikka qadam qo'ydilar. Afsuski, shahardan tashqarida juda ko'plab yomon xulqli kishilar bor edi. Keyingi qismda o'sha davrning urf-odatlari qay darajada xunuk bo'lganligi haqida gaplashamiz. Bu davrni johillik, ya'ni ilmsizlik davri deymiz. Hammasi bir savolni yuzaga keltiradi. Bunday holatdan u zot qanday qilib himoya qilingan? Payg'ambar bo'lishlaridan avval biror gunohga yo'liqmaganlarmi? Bir necha namunalar bilan tushunib olishimiz mumkin, lekin ularning ikkitasini aytaman. Bir safar Makka shahridagi yoshlar yig'ilib xursandchilik qilmoqchi edilar. Do'stlari Payg'ambar alayhissalomni ham taklif qilishdi. Ularga qo'shilmoqchi bo'ldilar, ammo bu ish gunohga sabab bo'lishi mumkin edi. O'shanda cho'ponlik qilayotgan edilar. Bir do'stidan qo'ylarga qarab turishni so'rab, o'zlari Makkaga yo'l oldilar. O'tirib, atrofni qaray boshladilar. Biroz o'tgach, tong quyoshining issig'idan uyg'ondilar. Uxlab qolgan ekanlar. Keyinchalik ham shunga o'xshash voqea bo'ldi. O'sha joyga borib, kuzatib o'tirdilar, ammo yana uxlab qoldilar. O'sha yig'ilishga qo'shilganlarda payg'ambarlik vazifalariga putur yetkazishi mumkin bo'lgan biror ishga guvoh bo'lishlari mumkin edi, ammo Alloh uni himoya qildi. Shuningdek, zamondoshlaridan farqli o'laroq hech bir ma'budga na sig'inmagan, na hurmat ko'rsatmagan edilar. 25 yoshga yaqinlashib qoldilar. Bu yoshgacha u zot savdodagi halolliklari bilan mashhur edilar. Makka odamlari u